Bu narxga даже ko'fivarka ham bermayapti-yu. Uzoq vaqt kutgan Lamo brendi ostida ishlab chiqarilayotgan kofe mashinamiz yetib keldi. Bu kofivarka bilan adashtirib qo'ymanglar. Bu kofe mashinamiz 5 tasi bitta bo'ladi. Yirik kofe solsanglar, maydalar o'zi kofe tayyorlab beradi. Maydalangan kofe solsanglar bo'ladi. Kapsulaga 2 xil nasatkasi chiqadi. Kichkina kapsulaga va katta kapsulaga. Undan tashqari o'zining komplektida kapuchinatori bo'ladi. Kapuchinatorida bemalol sutlarni ko'pirtirib, latte kapuchinolarni tayyorlab etsanglar bo'ladi. Undan tashqari upravleniya sensorli bo'ladi. 4 xilgacha kofeni tayyorlab bera oladi o'zida. Bu Lamo kofe mashinamiz kofivarka bilan umuman adashtirib qo'ymanglar. Buning ichida termobloki bo'ladi. Suvni juda tez qizdiradi. Undan tashqari 19 bar davleniyada sizlarga kofe tayyorlab beradi. Tayyorlaydigan kofelarni xili keladigan bo'lsa 4 xil kofe tayyorlab oladi. Latte, cappuccino, espresso, lungo kofelarni o'zida tayyorlab bera oladi. Undan tashqari kapuchinatorda sut ko'pirtirib, qizdirib, isitib bemalol ichsangiz bo'ladi. Bu Lamo kofe mashinamizni boshqarish juda ham oson. Ekran svetnoy bo'ladi. Kofeni shunday mashinadan solasiz, o'zi maydalab tushirib beradi. Undan tashqari o'sha aytgan nasatkalarini almashtirish ham juda oson. Misol uchun kapsula nasatkani olasizlar, ichiga kapsulani solasizlar, shunday qo'yib startni bossanglar bo'ldi. Undan tashqari mana pastda o'zini adxod suli, adxod kofe yig'iladigan joy bo'ladi. Bu kofe mashinamizning narxi oldindan aytib o'taman, $169 skidkada hozirda sotib olsanglar bo'ladi. Bemalol bizadan buyurtma berish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, direktdan ham yozsanglar bo'ladi. Bunaqa narx, bunaqa kofe mashinaga hech qanday 100% garantiya beraman.